Necha Bu kichkina kladovka degan uyimiz. Avval shu xonada yashab, shu yerda ovqat pishirib, shu yerda yashaganlar. Lekin Allohning fazli marhamati bilan saxovat pesha saxiy insonlarning yordami bilan shu orqamizdagi chiroyli uy barpo bo'lgan. Ko'pchilik aka-ukalarimiz ehson qilgan, ko'pchilik ag'a-ukalarimiz material olib bergan. Uylarini shipir bo'lishida, uylarini shu ayni eshik qo'yilishida katta hissalarni qo'shganlar. Alhamdulillah. Alloh taolo o'zi baraka bersin shu yordam qilgan ag'a-ukalarimizdan. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar. Sizlar bilan men Doston Shuhratovich va Quvondiq Safarov. Bugun navbatdagi sud prosessiga qatnashdik. Voynazarov izzat bo'yicha 10 kishidan iborat jamoaviy sud bo'lib turganligi haqida xabarlaringiz bor va bugun o'ylashimiz bo'yicha oxirgi sud bo'lishi kerak edi va bugun qaror chiqishi kerak edi, lekin advokatlarning iltimoslariga ko'ra yana jalb qilinadigan odamlar borligi uchun iltimosnomalar qanoatlantirildi va 28 noyabr kuniga qoldirildi. Gapingiz bo'lsa iltimosnomalarni qanoatlantirib, ekspertlar jalb etishlarini aytdilar. Haqiqatan endi 28-da kutib qolamiz. Yaxshi bir hukm o'qilishi, lekin shu yerdagi bo'lgan savol-javoblardan ko'rib endi o'zimizcha bir fikr aytib turibmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi deb umiddamiz. Xudo xolasa. Lekin mana shu yerda hozir sudda bo'layotgan holatlarni ochiqlamagan holda bir gap aytib o'tib ketishimiz kerak. Hech qanaqa dalil yo'q. Yetarli endi. Yetarlicha dalil asos yo'q. Qamoq bilan bog'liq jazo tayinlash uchun deb o'ylaymiz. Mana shunaqa holat. Sudda borishiga qarab, sudda qatnashganimizga qarab mana shunaqa fikramiz biz hozircha. Endi advokatlar shu iltimosnomalardan kelib chiqib, xudo xolasa endi 28 kuni yana shu batafsil sudga kelib qatnashib, o'z fikrimizni sizlarga shu sud jarayonlarini nechta hukm o'qilsa hammasini batafsil yetkazamiz. Sudyalar bo'yicha fikrimiz yaxshi. Sudyalarga rahmat. Kerakli bo'lgan iltimosnomalarni qanoatlantirib turishibdi va shu yo'sinda davom etiladi degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.